Hasanboydan 3 kun burun 1 kilo go'sht oldim. Mana go'shti zo'r ekan, shu novoz go'shti ekan, yumshoqqina go'sht ekan. Mana 3-o'rinda yutdik mana. Kelinglar mana yutinglar. Biz To'daxdanmiz. Sizdan Zafarjon. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, qadrdonlar, klientlar. 13-may seshanba kuni haftani o'yinimizni 3-sonini mana boshladik. Xudo xolasa mana bu akamizning aka ismingiz nima? Tolibjon. Tolibjon aka. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Aka, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni siz bilan birgalikda aniqlaymiz. Ki undan oldin hurmatli akalar, ko'pchilik tushunmayapti. O'yinimizda qoidalarni sizlarga aytib berib ketay. Aka-ukalar, bizdan kelib go'sht mahsulotlaridan olsalang, go'sht yoki suyak, yog' bizdan xarid qilsalang, sizlarda raqamlarni yozib olib, mana shu barabanga solib qo'yamiz. Haftani seshanba kuni soat 10 da har doim o'yin bo'lyapti akalar. Kimni raqami omadli raqam bo'lib chiqib qoladigan bo'lsa, bizni sovrinlarimizni o'zimiz telefon qilib sizlar chaqiramiz aka-ukalar. Shuni ko'pchilik tushunmayapti, qaysi kunligini yoki qana o'yinligini ko'pchilik tushunmayapti. Mana voy aka, siz bilan birgalikda hozir 1-chi, 3-chi o'rinni aniqlaymiz, keyin 2-chi o'rinni va oxiri velosiped yutug'i 1-chi o'rinni birgalikda aniqlaymiz aka. Bismillahirrohmanirrohim aka. Hali halol bo'lishligi uchun yaxshilab ellashtirib olsak, hali xalqimiz noto'g'ri tushunmaydi aka. Bitta yaxshi inaltirib bitta raqamni 3-chi o'rinimizni topib beraverasiz aka. Yaxshilab inaltirib yuboraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aka. Bo'ldi, o'zingiz aytib beraverasiz aka uni. Raqamni aytib bersangiz biz telefon qilamiz. Omadli raqam 3-chi o'ringa egasini. 90lik. Xo'sh, 90lik. 567 567 66 26 raqami. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, raqamimizni bitta ko'rsatib o'raylik. Necha ekan boshqa yerdan aytib o'ramiz. 590lik. Hop. 567 590lik. Hozir boshqa yerdan teramiz. 90lik. 567 66 26 raqami. Bitta raqamga adashib yozib yuboribman, uzr aka-ukalar. Endi to'g'ri raqamni yozing mana. Xudo xolasa chaqiryapti. Assalomu alaykum. Aka, balandroq gapira olasizmi? Men Hasanboy qassobman aka. Hasanboy qassob Bordan qishloqdan. Bizdan go'sht xarid qilmovdingiz aka? Aha. Aka, siz 3-chi o'rin bo'lib aniqlandingiz aka, siz sovriningizni kelib akitishingiz mumkin. Qayerliksiz aka? To'daxmi? Ha, To'daxdan. Ismingiz nima? Kim? Ha, To'daxdan Zafarjon aka ekan. Aka, sizni soat 11 da kutamiz aka, sovriningizni kelib akuting aka. Zafar, men chiqardim. Go'sht olib ket, go'sht. Xo'p aka, 11 da kutamiz sizni Zafarjon aka. Soat 11 da. Aha. Kelavering aka. Xo'p, sizni kutamiz. Aka, endi 2-chi o'rinni aniqlaymiz. Yaxshilab aynaltirib aka. Aynaltirib oling. Bismillahirrohmanirrohim. 2-chi o'rinni aniqlaymiz, xudo xolasa. To'g'ri aka. Aytavering aka, raqamsiz biz yozib telefon qilamiz. 93lik. 93lik 361 361 44 75. 44 75 raqami. Hurmatli aka-ukalar, mana biz akamizni men uncha tanimayman. Xolis odam aynaltiryapti. Aka-ukalar, telefonimizda saqlanib bo'lib yana chiqib qoldi mana. Aka, siz ham guvohsiz, aka. Mana telefonimda saqlanib bor ekan. Qishlog'imizga tushdi. Hurmatli aka-ukalar, haqqoniy bo'lyapti. Umuman noto'g'ri xayolga bormanglar. Qo'shnimiz Mirzahbar akaga tushib qoldi. Assalomu alaykum.
Hoji aka yaxshimisiz? Men Hasanboy qassobman. Eshityapsizmi? Balandroq gapira olasizmi, hoji aka? Aka, bizdan go'sht xarid qiluvdingiz. Aha. Ikkinchi o'rin bo'lib topildingiz aka. 1 kilo go'sht yutib oldingiz. Soat 11 ga chiqib go'sht olib ketishingiz mumkin. Bo'ldi. Qayerlisiz aka? Yetib qo'ying. Hop. Bordan qishloqdanman. Bordan qishloqdan. Ismingiz nima? Mirzo-Akbar. Mirzo-Akbar akamiz. Aka, sizni 11 da kutamiz, chiqaverasiz, hoji aka. Hop. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Xo'p, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p. Hurmatli aka-ukalar, o'tgan safar ham o'yinimiz har doim haqqoniy bo'lyapti. Endi o'zimizni yor birodarlar, tanishlar ham chiqib sheydan go'sht xarid qiladi. Mana telefonimizda sahrangda chiqib qolyapti. Unga hech ham hali gumonda boshqa bo'lmaydi. Aka, birinchi o'rinni aniqlaymiz. Velosiped egasini aniqlaymiz. Aka, aynaltiring. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, birinchi o'rin. Mana shu velosipedni bolangiz mazza qilmaydi. Aka, sizni nomeringiz oxirida yetib qo'yamiz. Sizga minnatdor bo'lib telefon qilganlar ham bo'ladi, xudo xolasa, ha? Qani aka? 94lik. Bismillahirrohmanirrohim. 94lik. 552 552 86 22. 86 22. Aka, raqamingizni ko'rsatib qo'ying kameraga. Mana uchalasi ham. Uchala raqamlar. Birinchi o'rin. Qani endi hali interesni anaqa bo'larmikan, ha? Vaziyatlar. Assalomu alaykum. Qayerga tushdik aka? Men Hasanboy qassobman. Cheksaroyga? Ismingiz nima aka? Kim? Azamjon aka, biz Hasanboy qassobdan go'sht xarid qilamiz. Aha, Bordondan. Aka, birinchi o'rin deb aniqlandingiz, velosiped yutib oldingiz aka siz. Soat 11 da sizni kutamiz aka, kelib sovriningizni kelib kutishingiz mumkin aka. Bugun borolmasam kerak, bugun nima Farg'onada edim-da. O'rningizga akangizmi, ukangizmi, jiyaningiz jo'natalasizmi aka? Men bilmadim endi, qaysi ekan. O'g'illar ishlaydi, endi guvoh qilyapti. Ha, Zaparjon aka, soat 11 da video syomka bo'ladi. O'shaning uchun sizni chaqiryapmiz. Birorta jiyaningizmi, qarindoshdimi telefon qilib aytib qo'ysangiz, 11 da kelishsa, bu yerda video syomka bo'ladi. Berib yuboramiz, xudo xolasa aka. Ha, bo'pti-da, Alloh qo'ysa, ratasini o'tib boraman. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p. Hurmatli aka-ukalar, mana sovrinimiz egalarini xudo xolasa chaqirib oldik. Soat 11 da yana bitta syomka bo'ladi. Ikkalasini birgalikda qilib YouTube'ga qo'yamiz va gruppalarga tarqatamiz. Aka-ukalar, sizlar ham kelinglar. Aka, go'shtlarni bir ko'rsatib qo'ying. Mana shu go'shtlardan faqat novoz so'yilyapti. Novoz go'shtlardan kelib xarid qilinglar akalar, shunaqa yutuqlarga ega bo'linglar. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Keyingi o'yinimizda sovrinlarimizni ikkinchi syomkada yetib ketamiz. Aka, sizga rahmat. Nomeringizni ayting aka, hali hurmat yuzasidan sizga telefon qilib rahmat aytishim mumkin. 91lik 695 0633. Ismingiz nima? Tolibjon akamizga rahmat aytib qo'yasizlar aka-ukalar. Hammalarga rahmat. Ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Sovrin egalari keldi, xudo xolasa. Birinchi o'rin Azamjon akamiz, ikkinchi o'rin Seydakbar, uchinchi o'rin Zafarjon akamiz. Xudo xolasa sovrinlarni sekin tarqatamiz aka-ukalar. Zafarjon aka, uchinchi o'rin sohibi bo'ldingiz aka. Mana shu ichida sirli qutuda sovrinimiz bor sizga aka. Endi ikkinchi o'rinimizga 1 kilo go'sht aka-ukalar, lahm bu Seydakbarga. Endi aka-ukalar, birinchi o'rinimiz sohibi mana Azamjon akamizga. Yerlar mana velosiped aka. Muborak bo'lsin sizga. Alloh nasib qilsin.
Keyin xudo xolasa yana xarid qilaman go'shtlarda, yana mana shunaqa sovrinlarga ega bo'laman. Aka-ukalar, keyin bizni homiyimiz bor. Haloldan gulli patirlar. Akalar mana. Kelinglar, mana shu yog'li patirlardan olinglar. Juda ham mazali, sifatli va hamyonbop, narxlari ham to'y marosimlariga, gaplarga kelsalar, mana shu gulli nonlardan ham Hasanboy qassob nomidan desalar, yo'lida qilib beradi. Homiyimiz nomidan. Zafarjon aka, Haloldan homiy nomidan. Salimjon aka, akalar, to'g'risizlar. Hasanboydan 3 kun burun 1 kilo go'sht oldim. Mana go'shti zo'r ekan, shu novoz go'shti ekan, yumshoqqina go'sht ekan. Mana 3-o'rinda yutdik mana. Kelinglar, mana yutinglar. Biz to'daxtamiz. Sizdan Zafarjon. Zafarjon. Assalomu alaykum aka-ukalar. Men Bordon qishloqdanman. Kechadadan 2 kilo go'sht olgan ekan. Hasanboy qassobdan ishonchli, yumshoq, yo'z go'shtlar ekan. Kelinglar, yutinglar, o'ynanglar. Assalomu alaykum. Men Chekso'ra qishloqdan, Chekso'ra qishloqdanman. Bordon qishloqdagi mana 2 kilo go'sht olib, Hasanboy akadan olib ketdim. Yana bugun o'yin bo'lgan ekan. Velosiped tutib oldim. Birinchi bo'lib chiqqan ekan. O'ynanglar, hamma yoq halol ekan. Yutinglar. Hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa keyingi hafta seshanba kuni soat 10 da yana o'yinimiz bo'ladi. Inshaalloh aka-ukalar 10 ta bilet qilyapmiz. Omadli biletlar qilamiz akalar. Kim 1 kilo go'shtni ona kesadigan bo'lsa, unga ham sovrinimiz bor. 10 ta bilet bor. Xudo xolasa seshanba kuniga kelaverasizlar, qatnashinglar, yutinglar. Sifatli go'shtlardan olinglar, novoz go'shtlar aka bir ko'rsatib qo'ygan go'shtlarni. Akalar, o'ynanglar, yutinglar, mana shu baramanga raqamlarni solinglar akalar, omadlarni sinab ko'ringlar. Keyingi haftada ko'rishguncha salomat bo'linglar.